Quloqda og'riq bo'lganda uy sharoitida yordam. Ko'pincha og'riq, quloqdagi og'riq umuman kechki payt kuchayib ketadi va bemorlarda vrachga borish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun qanday yordam ko'rsatish mumkinligi haqida sizlarga ozgina tavsiya berib o'taman. Ko'p odamlar bu vaziyatda xato ish qilib qo'yadi. Uyda har xil tomchilar bor, spirtli tomchilar bor, antibiotik tomchilar bor, o'shalardan foydalanmoqchi bo'lishadi. Albatta, hamma dori, quloq tomchisi, misol uchun, hamma kasallik uchun universal dori hisoblanmaydi. Shuning uchun u faqatgina vrach ko'rsatmasi yordamida qo'llanishi kerak. Misol uchun qanday xatoliklar bo'ladi? Ko'pincha bemorlar quloq og'rigandan keyin kamferniy spirt yoki borniy spirt yoki qizdiruvchi lampalarni ishlatishadi. Bu har doim ham foyda bo'lmaydi, aksincha zarar bo'lishi mumkin. Qachon zarar bo'ladi? Masalan, borniy spirtni bolani qulog'iga tomizib qo'ysangiz, u albatta terisi nozik bo'lganligi uchun terini zararlab qo'yishi mumkin hamda nog'ora pardasini zararlab qo'yishi mumkin. Shuning uchun borniy spirtni qo'l ostidagi preparat sifatida hadeb ishlatish mumkin emas. Kamferniy spirt ham xuddi shunaqa preparat. Sal quloq og'riganda sirazi bemorlar kamferniy spirt bilan kompress qilmoqchi bo'lishadi yoki quloqni ichiga tomizmoqchi bo'lishadi. Qaysidir bemorlarda foyda keltirib qo'yishi mumkin, lekin ko'pincha zarar keltiradi. Bundan tashqari, kompress holatini qilgandan keyin asorat bergan bemorlar ko'p uchraydi. Misol uchun, marleni spirt bilan kompress qilib turib quloqqa qo'yishadi, lekin shuni bilish kerakki, kompressni noto'g'ri qo'yilganda undan boshqa asoratlar kelib chiqadi. Kompress nam bo'lganligi uchun quloqni namlab qo'yadi, quloqni atrofidagi terisini namlab qo'yadi. Shuning uchun o'ziga sovuq havoni ko'proq tortadi. Shuning uchun agar quloqni kompress qilgandan keyin uni haqiqatan ham to'liq yopilib, uni qup-quruq qilib olib borishga ishonch hosil bo'lmasa, lutchi kompress qilmagan yaxshi. Keyin ko'p bemorlarimiz uylarda antibiotikli tomchilarni saqlashadi. Ko'z tomchilari yoki qachondir quloq og'rigan bo'lsa, aptekadan tavsiyasi bo'yicha olingan tomchilarni ko'p ishlatishni yaxshi ko'rishadi. Agar quloqda yiring bo'lmasa, faqatgina terisida yoki nevralgichniy og'riqlar bo'lsa, shu tomchini qilsak, antibiotikni keraksiz joyda qo'llash oqibatida zamburug' kelib chiqishi mumkin. Zamburug' kasalligi olib kelishi mumkin. Zamburug' kasalligi esa bu surunkali forma hisoblanadi. Bitta zamburug' paydo bo'lgandan keyin undan qutulish juda ham qiyin. Shuning uchun antibiotikli tomchilarni agar bilsangiz, antibiotikligini hech qachon quloqqa vrach tavsiyasisiz tomizmang. Eng yaxshi yechim albatta hozirgi zamonda juda ham 24 ga 7 ishlaydigan lor klinikalari ko'p. Birinchi o'rinda imkon boricha lorga borib ko'rsatib, to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri davoni vaqtida boshlaganinglar yaxshi. Lekin shuni imkoniyati bo'lmasa, uzoqda bo'lsangiz yoki uydan chiqish imkoni bo'lmasa, eng yaxshi davo og'riq bosuvchi dori vositalaridan foydalanish. Albatta, hammaning uyida og'riq bosadigan dorilarning har xil shakllari bo'ladi. Misol uchun, tabletka formasida, sirop formasida, bolalarda ba'zida svechka shaklida ham bo'ladi. Uni qo'llagandan keyin, ozgina kutgandan keyin ta'siri boshlanadi. Bemor o'sha kechani o'tkazib olishi mumkin va albatta tezda ertasiga lor vrachga olib borib ko'rsatish kerak. Chunki quloq kasalligini vaqtida davolamasa, surunkali formaga o'tib ketish xavfi juda yuqori. Profmed servis klinikasi professional shifokorlar komandasi bo'lib, xalqimizga 10 yildan beri 50 mingdan oshiq jarrohlik amaliyotlari bilan, eng asosiysi garantiyavilik jarrohlik amaliyotlari bilan xizmat qilib kelmoqdamiz. Agar sizda burun va halqumda burun to'sig'i, angiofibromlar, adenoma gipofizalar va boshqa quloq kasalliklari, eshitish pastligi bilan bog'liq problemalar, shunga o'xshagan problemalaringiz bo'lsa, bemalol Profmed servis klinikasiga 24 ga 7 holatda murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizda lor sohasi bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, yuqori malakali jarrohlik amaliyotlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Professionallar siz uchun xizmatda bo'lamiz. Misol uchun, yaqinda bitta bemorimiz keldi. Bemor kechasi quloq og'rib qolgan, undan oldin burni bitgan bo'lgan. Quloq og'rigandan keyin ota-onasi o'sha kuni borniy spirt tomizishgan. Ertasiga bolada qandaydir og'riq kamayganday bo'lgan, lekin qulog'idan ajralma kelishi boshlagan. Ota-ona yana borniy spirt tomizishni davom ettirgan.
Shuni juda ham biz doim bemorlarga aytamiz. Quloqdan yiring kelganligi quloqni teshilganligini bildiradi. Bunda umuman borni spirt va boshqa spirtli tomchilar mumkin emas. Shunday tomchilar borki, ular faqat tashqi atsidlarda ishlatiladi. Nog'ora pardasi teshik ularni qarshi ko'rsatmasi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun doktorlar tashxisga qarab kerakli tomchini tavsiya qilishadi. Hamma tomchilar ham bir xil ta'sirga ega bo'lmaydi. Eng muhimi shuni unutmangki, quloq uchun qilingan noto'g'ri harakatlar, noto'g'ri tomchi va dorilar yana ham yomonroq asoratlarga olib kelishi mumkin. Agar sizlarda quloqda muammo bo'layotgan bo'lsa, Profmed Service klinikasiga murojaat qiling. Sizlarga to'g'ri tashxis qo'yib, samarali davo yozib beramiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringiz bilan bo'lishing.